O'zbekistondagi yagona ajralmas siyam egizaklari Surxondaryodan ekanligini bilarmidingiz? Bitta yurak, ikki taqdir. Fotima va Zuhra hayot sinovlariga qaramay bir-biriga suyanch bo'lib yashayotgan matonatli qizlar. Surxondaryo viloyati Denov tumanida 2012-yilda tug'ilgan Fotima va Zuhra Xolliyevalar O'zbekistondagi ajralmas siyam egizaklari. Bir muddat Muruvvat uyida tarbiya topgan opa-singillar 2025-yilda yana o'z oilasi bag'riga qaytdi. Bugun ular tengdoshlari qatorida maktabga qatnaydi. Maxsus inklyuziv sinfda tahsil oladi. Ular uyda emas, sinfdoshlari bilan birga o'qishni tanladi. Bir tanada yashasalarda xarakterlari turlicha. Fotima chaqqon va tashabbuskor, Zuhra mulohazali va ijodkor. Kundalik hayot oson emas. Biri uyg'onsa, ikkinchisi ham uyg'onadi. Biri shoshsa, boshqasi sabr qiladi. Ammo ular taslim bo'lmaydi. Rassomchilik, qo'shiqchilik, sport har birida faol. Fotima va Zuhra ikki qalb, bitta hayot va bu hayot sabr, iroda va muhabbatning yorqin namunasi. Surxondaryodagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Jonli Surxon kanaliga obuna bo'ling.